Xalqqa ham sal quloq solish kerakmi? Prezidentimiz nima deyapti? Prezidentimiz huquqingni talab qil deyapti-yu. Talab qilmayapmiz biz O'zbekiston. Zo'r odamlar to'rttadan joy oldi. Biz joy olganimiz yo'q. Mana shu yerda o'tiribmiz. Araba sudrab o'zim ko'rdim. Araba sudrab, malaqa chiqamiz. Yashashimiz kerak-ku. Yig'iladi, xon yig'iladi. Xalq shunaqa yig'ilatyapti. Bozorga qilyapti, hokim qilyapti. Xalq ham bilish kerakmi? Ya xalq bosh ko'tarish kerak. Bosh ko'tarishga majbur qilasizlarmi? Katta xo'jayinlar kimdan qasdan? Xalq orqasidan. Xo'jayin bo'lib yuribdi. Xalq yo'q bo'lsa, xo'jayin qayerdan bo'ladi? Xalqni ezayapti mana shunaqasiga. Yashasang yasha, yashamasang yo'q. Lekin bu yoqda to'lovlarimiz sizda. Gazga to'laysan, svetga to'laysan, yasha. Yasha to'lamasang kun yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Xalq yashash kerakmi? Xalqqa ham quloq solish kerakmi?